偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Olamda bir nechta turg'un yulduzlar sistemasi bo'lib, bizning Samanyol sistemamiz faqat uning ichidagi biri xolos. Ammo lopa aynak bilan qaraydigan bo'lsak, u yerda necha yuz ming yulduzlarning borligini, birasiga yaqinlashganda uning g'oyat zo'r o't shariga aylanadiganligini ko'ramiz. Hatto bizning yer sharimiz nurg'un sayyorlar orasida nihoyat tezlik ko'zimizga cheliqadi. Agar olamning ko'rinishini qaraganda, bu tarixda yer sharida dengiz okeanlardan boshqa quruqliklarni, hatto Yevropa quruqligini ko'rgil bo'ladi. Hamda uningdan Germaniyaning bu go'zal yesimi ko'rinadi. Asrning o'ttirlarida mana mushu yezda narsalarni lopa aynak bilan ko'rishga amroq Kox ismli bir bola yashaydi. Bu bola uşaq narsalarni, bo'libmi ko'rish nihoyat qiyin bo'lgan kichik narsalarni aniq ko'rib, ularning haqiqiy qiyofatini bilishga nihoyat havas qiladi. Halbuki u uşaq narsalar dunyosidan har xil rangdagi qisqarliq shaylarni ko'radi. Odatki it iyiqdek yo'g'on, birga narvaldek zo'r bo'lib ko'rinadi. Robert Koch 1943-yili Germaniyada tug'ilgan bo'lib, kichigidilla o'simlikka, toshlarga va mikro jonliqlarga oid qiziqadi. U uyiga har xil avrishkalarni yig'ib bo'lib, maktabdan qaytib kelgan amon somkasini tashlab qo'yib, bu ushaq jonliqlarni ko'rishga kirishib ketadi. Yana nimani tutib kelding? Tomuzga tutib oldim. Kox, men sana gap qilyapman. Nima? Opa, nimda o'tsa? Kox, kechgacha tomuzga o'ynayotgansan. Menga berib topshirig'ingni ishla. Sen bunda ishni qilib mashhur odam bo'lamaysan. Sen saplı tomuzga, tümeli degandek uşaq narsalarni yaxshi ko'rgansan. Mundaq narsalar bilan hapilashaversan, mashhur arbab bo'lamaysan. Uqdingmi? Koxning kichigidilla yaxshi o'tadigan Eydi ismli bir qiz do'sti bor edi. Men siz bilan to'y qilay degan. Biz nada yashsaq mayli. Siz xush bo'lganlar bo'lsangiz, Amerikaga yoki Hindistonga borsak mayli. Men hech nega bormayman. Tesh yassaqli bo'ldi. Agar mushundaq bo'lsa, men baxush bo'lardim. Kox to'y qilib Germaniyaning yesida oddiy doktor bo'ldi.
Shu kunlarda Koxning kallasida cho'ng bir savol paydo bo'ldi. Chunki ayni vaqtda har xil kasalliklarning sababiga qarata to'g'ri ta'birimi yo'q edi. Shunga xeyli tarbiya ko'rgan kishilarmi kasallikni bir xil jinchaplashgan deb qarag'ashqa, boshqalarmi shunday o'ylaydi. Shu sababdan biraz yuqumli kasal tarqalgan aman kishilar duo tilovat qilishatdi. Demak, shu chog'dagi tibobat ilmi ana shunday ilojsiz ahvolda edi. Bunun sebebi aniq emas. Şoň bu keselni davolag'ili bolmaydi. Doktorlar emeşi ötken işqi nisbeten keskenmez hüküm çıqırdı. Bemarlar üçün daim munda qısa qandaq buludu? Qadrligim, boshqa uliq arboblarmi chora qilamayotsa, siz bunchalar bosh qotirib nima qilasiz? Bo'ldi qiling. Kox. Kox bir kuni kasal ko'rib qaytib kelib etib, og'rib qolgan bir munch kalalarni uchirdi. Köydürge hoşmamdı. Ko'ydirga qo'rqinchli bir yuqumli kasal bo'lib, ayni vaqtdagi Yevropada nihoyat keng tarqalgan. U bir kechida oila hayvonlarining hammasini nobud qiladi. Qaytib keldingizmi? Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Bugün meni tug'ilgan kunim mi? Bugun sizning 28 yoshga kirgan kuningiz emasmi? Men sizga nihoyat yaxshi bir sovg'a tayyorlab qo'ydim. Siz lob aynakni yaxshi ko'rsiz emasmi? Shunga siz bu mikroskopni texma yoqtirib qilishingiz mumkin. Ayolining bergan sovg'ati Koxning hayotida zo'r o'zgarishlarni barliq keltirdi. Buni hatto Kox o'zimi o'ylab ko'rmagan edi. U shu an bemorning bir tal tukini yulib oldi. Hocam! Bu lopa aynakni ko'rganiga faqat o'xshamaydi. Uning ko'z oldida g'ayri bir narsa gavdalandi. Kox shuningdan tortib xilma-xil narsalarni yig'ib, uni mikroskopda ko'rishga boshladi. Mushunda qilganda bu narsalarning qiyofatini nihoyat aniq bilib olib bo'ladi. Kox bir tomchi suvdimi jonliqlarning mavjud ekanligini tushundi. Bir kuni u ko'ydirga chiqqan kalaning qinini tekshirib ko'rmoqchi bo'ldi. Bu yuqumli kasal hozirmi ko'rinmas alvastida kala va qo'ylarga hujum qilyapti. Davolash va oldin olish usulini bilmagachga, poda boqishlar har qatim shunday vaqtda zo'r ziyon tortadi. Agar bu kasalning sababini tepib chiqolganda, ko'pchilikka nihoyat zo'r yordam qilib bo'ladi. U o'lgan kalaning qinini aynakka qo'yib, inchik kuzatish orqali sog'lom kalaning qinidan ko'rish mumkin bo'lmaydigan g'ayri bir xil siziqchalarni bayqadi. Bu zodi qandaq narsa? Jim turgan bilan tirik narsakan. Kasallikning sababidan qon o'zgarib mushunda bo'lib qolgan bo'lish kerak. Kasalning sababini bilmay besh qetayotgan bu yigit o'z yolg'iz bu kasalning sababini aniqlashga kirishib ketdi. Bu siziqcha nihoyat tez o'sidi ekan. Ko'ydirgining sababi mushu narsa bo'lish kerak. Bu qo'rqinchli narsa kala va qo'ylar o'lganga qadar qinida davomli ko'payib bordi ekan. Uning sababi aniqlandi degan gap. Uni davolash va oldin olish usulimi tepildi deganlik. Kox topgan bu mikro dunyo insoniyat uchun eng cho'ng noma'lum dunyo edi. Ayni vaqtda jinchaplashish bilan og'rishning sabablari mana endi bir-birlab oydinlashishga boshlagan edi. Uzun vaqtdan beri kishilarga zo'r baloyi ofatlarni elib kelgan tuberkuloz va xolera qatorli kasalliklar Koxning tirishchanligi tufaylidan insonlarga qayta tahdid solamaydigan bo'ldi. Kox bir
necha xil bakteriyadan noqul bir xilni ayirib ko'paytirish usulini tepib chiqdi. Bu bakteriyani bayqashga kam bo'lsa bo'lmaydigan eng tub usul bo'lib, u keyingi bakteriyashunoslik uchun zo'r turtkilik rol o'ynadi. Bu usul hozirmi nihoyat keng qo'llanilmoqda. Dünyada keselning sababini eng avval bayqagan Koch, keyin bakteriya otasi deb ataldi. Onun bir ömür izlengen uşaq canlıqlar dünyası tegi tehdidin etqanda, yanıla muş alemde keng dünya bo'lsa kerak. Buningdan taxminan 100 yil ilgari Parijning Namratlar mahallasida Sarangsifat bir bola yashaydi. Biz bu yerda vatqan Sarangsifat so'zi uning g'alvaqtiligiga qartilgan bo'lib, bu bolaning ismi August Rodin edi. Ne mudu bu? Quruq şişken bu. Acaba kızık ne miken bu? Şumulaq ketdi. Ey qaranglar. Aha. Çeşini qo'yun bulaq bo'lmay qandaq bo'ladi? O ahmaq. Ey qaranglar. Bunda qarsa ikki shumulaq ko'rindi ekan. Qaranglar. Ey qaranglar. O ahmaq. Onu birse şişini ağzı bo'lmamdi. Shu emasmi? Buningdan qaraganda bu bolalar jismning shakliga qiziqmas kerak. Louis Ward, Kenesborgelening 1710-yili Mali Ort Samovadan tapqan bolasi. Shunga u Louisning navrisi bo'ladi. Louis Ward 5 yoshga kirganda Maktabdimi Rodin kitobning mazmuniga diqqat qilmay, uning shakliga sapsap o'ltiradi. Dorlian albatta tanidi. Ammo Philip Dorlian siyosiy qobiliyati to'g'ri bo'lg'ashqa, Angliya bilan bo'lgan tashqi munosabatda nurg'un fuqishmasliklarni keltirib chiqadi. Shunga Rodin. Xo'p. Mush sababdan Philip Dorlian o'ttira burjuaziyaning qattiq qarshiligiga uchirdi. Bu xil xohishga vakillik qiluvchilar dal Montesquieu bilan Voltaire'lardir. Ular hukumatga hujum qilish orqali xalqning umidini uyg'otgan. 1723-yili Philip vafot bo'lgan. Anton ajab qiziq bo'lar ekan. Uning sinfdagi ahvoli mushundaq bo'lg'ashqa, natijasi izchil to'van bo'lib kelgan edi. Rodinning taqdirini o'zgartiradigan kun oxiri yetib keldi. Mana bugun u boshqalar bilan Louvre sarayini ekskursiya qilib, qadimiy haykallarni ko'rdi. Nima degan payzi? O'zim yolg'iz qoptiman go. Hamda o'yin topamaydigan bo'ldi. Ben qaytib keldim. Dada, oppa, mening u bolla o'qiyotgan odatdagi maktabda o'qug'im yo'q. Men haykaltarashlikni o'rganaydigandim. Rodin keyin kasbiy maktabga kirib o'qidi. O'qishdan sirt vaqtlarda rasm sishishga butun ishtiyoq bilan kirishib ketdi.
uning bola vaqtidan tortib kuchayib kelayotgan jismlarning shakliga bo'lgan qiziqishi mana endi biraqli qanoat hosil qildi. Hech kimning tanqid va masxarasiga uchirmadi. U shakli borlikin narsalarning hammasiga qiziqadi. Rodin mana endi har kuni degdek jismlar dunyosidan chiqmaydigan bo'lgan edi. Bitti. Mayli rasm sizish bo'lsin yoki muzika ijodiyat bo'lsin, hamma narsa mushundaq bo'ladi. Avval o'zingiz qo'l bilan tutib ishlaysiz. Shu chaqdala ondan ba'zi bir mashhur asarlarning nihoyat cho'nqur ma'noga ega ekanligini va uning boshqa asarlarni besib tushadiganligini tushunib yetasiz. Rodin nurg'un narsalarni tahliliy ishlash orqali qadimiy asarlarning kuchli badiiy ta'sir kuchini qalbining cho'nqur yeridan tonib yetdi. Hammasi ajoyib nodir asarlar ekan. Hammasini boshqadan yasab chiqay. Burun yasag'anlarim nima degan qamlashmagan. Shundan tortib Rodin o'z yolg'iz harmay talmay ishladi. Ay, ostraqman, ostraq. To'xta. To'xta. Qo'yib qol. Birdam chida. To'g'ri. Istiqra, ostiga. Ay, ay, ay can. Acayip ağrıp ketdi. Bu adamның turqi zat qanaqroq bo'lgan? Bunda. Yo'q. O'zim ko'rib boqay. Shunday qilay. Öğrenişçi obdan kömeği bo'lmaydi. O geldi. Çatak yoktu. Hem de obdarak görüp olay. Aynen kömsem qandaq bilemen. Rodinning mundaq yakigani tirishish ro'yi haqiqatan o'zgacha edi. U ana shundaq necha yil tirishdi. Uning izchil o'ylaydigini ko'ngildagidek bir haykal yasab chiqish edi. Әмді ғой болғанды? Nем деген мүкәммәл әйкел bu. Менің ойғыным, бұныңға еқімі кәмәйді екен. Мән zade nərni çataq uyup qoyuvatqan demə. Rodin bu ishning bağansır qiyin ekanligini his qildi. Ondaq cho'nqurlik va go'zallik tuyg'usini qanday qilganda paydo qilib bo'ladigandir. Mening o'yg'unimmi o'xshashil turdi-yu. Buning farqi nada? Buning sababi zade nima? Andaq go'zallik tuyg'usini men ifodalayaman dema. Bu nima uchun? Jonliq ta'siri kuchini qanday ifodalash kerak? Rodin o'zining o'yg'iniga har qancha sep-sep qarabmi, uningdagidek jonliq ta'sir kuchini bayqayolmadi. Bular faqat shakli jihatdan o'xshab qoladi. Hey, nima degan tas? Uni qanday ifodalagan bo'g'iydi? To'xta. Endi bir o'y baqay. To'xta. İşidən başlap oyay. Aval işidən oyay. To'g'ri. Aliqliq yeri mushu. Aliqliq yeri dal mushu. To'g'ri. Bu kishining tuyg'usi endi gavlandi. Buni uningga hech kim o'rgatmadi. Balki bu Rodinning uzun muddat jafoliq tirishishi orqali o'z qo'li bilan tepib chiqqan haykaltarashlik san'atidagi bir muhim sir. O jismning sirtqi shakliga diqqat qilish bilan hech narsani vujudga chiqarib bo'lmaydiganligini cho'nqur tunib yetgan edi. Rodin shundan tortib ijodiyatga o'ta qiziqlik bilan kirishib ketdi va oqidan ta'sirchanligi bir qadar kuchli haykallarni o'yib chiqdi. Lekin
Rodinning asarlari pek astoydil va reallik ortiqcha yaqin bo'lg'achqa, uni ayni vaqtda ko'pincha odam qabul qilmagan edi. U vaqtlarda yinik va sho'x tuyg'u beradigan haykallar bek bozor topatdi. Rodin boshqalarning masxir qilishlari va sarangdab tillashlariga qilch parvo qilmay, botirlik bilan o'z yo'liga mingiverdi. U boshqalarni do'rimay, ularning ra'yiga boqmay, o'zining ishini jim-jim davomlashtirdi. Kichigida kishilar tarafidan ahmoq va sarang deb haqoratlangan bu zot oxiri tafakkur qiluvchidan iborat bu mashhur haykalni va shunga o'xshash bir muncha munavvar haykallarni ijod qildi. Bu asarlar Rodin ilgari havas qilgan qadimiy asarlarga o'xshash ta hozirgacha bizning oldimizda o'zining ajoyib zo'r kuch qudratini namoyon qilmoqda.遊び好きだけどのっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃかしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領